Tatariston Respublikasi Qozon shahrida faoliyat olib boruvchi Alabuga Development qurilish kompaniyasi qurilish ishlariga ishga taklif qiladi. Nomzodlar uchun talablar: yosh chegarasi 18 yoshdan 55 yoshgacha, xorijga chiqish taqiqlanmagan va sog'lom bo'lishi lozim. Ish beruvchi tomonidan aviachipta, uch mahal ovqat, yotoqxona, transport va patent xarajatlari to'lab beriladi. Ish haqi 87 ming rubldan 147 ming rublgacha. Necha yildir ishlaysiz aka? 2 yil. Oilangiz yaxshimi? Sharoit. Zo'r. Gap yo'q. 290 pul. 290 ta o'zbek ishlayapti, ha? Ha, O'zbekistonda. Necha pul oylik olasiz? Men 100 ming. Kamida $1000 tashlaydi. Paxtakordanman, kasbim paxtakordan. Yaxshimi sharoitlar? Keladigan mashinalar, obshagalar zo'r ekan, yotoq joylar hamma joy, vaqti komfort. Joylar ham Qatiqni to'laydi, yotar turar, hamma narsasi o'zidan. Kompaniya o'zida. Eng kami 90, 100 dan oshib qolganlar ham bor. narsa ko'tarmaydi. Mana traktor bor, Samsung bor, ko'taradi ham. Senikilar o'zi ko'taradi. Yarim odam o'zi qiynalmaydi. Kompaniya tomonidan taklif qilinayotgan ushbu ishda ishlash niyatidagilar migratsiyaga ko'maklashish shtabining viloyat, tuman va shaharlardagi quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishlari so'raladi.